Bekorga kechqurun, bekorga kunduzi berilmaganda, bizga kechqurun berildimi, demak, organizm siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, uni dam berish kerak уже. O'zi вообще-то agarda o'z vaqtida ovqatlansangiz, kechqurun tortmaydi. Kechquruncha bilasizmi nima qilish kerak ekan? Mana masalan, ijodkor odamlarga tegishli-da. Bu masalan, o'zim ham shunaqa bo'lganman. Kechqurun ijod keladi-ku, mana shu narsani almashtirishinglar, даже shuni almashtirishinglar. Chunki kechqurun organizm mana bunaqa narsa-da, qarang. Bekorga kechqurun, bekorga kunduzi berilmaganda, bizga kechqurun berildimi, demak, organizm siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, uni dam berish kerak уже. Уже uni dam berib, bugungi qilgan ishlarini to'xtatib, u tozalanishi kerak-da. O'shanga qo'yib berishingiz kerak. Agar siz uxlamasangiz, demak, oshqozon, demak, hozir bu anaqa qilmadi. Endi dalshi nima deydi, ochib qolgan joylarni to'ydirish kerak deb sizdan so'raydi. Siz vaqtida ovqat yemasangiz, 2 barobar so'raydi kechqurun. Vaqtida yeb kelib, keyin o'shaning uchun aytishadi, уже bo'ldi, undan keyin hamma narsani to'xtating. Даже shunaqa instrument bor ekanki, ayniqsa telefonda ishlaydiganlar kechqurun уже 9dan 9:30dan telefonni o'chirish kerak ekan. Shunda miyangiz ketib qolavermas ekan ishga. Diqqatingiz bo'ldi, tana dam oladi deb siz unga buyruq beraverasizda, keyin уже u dam olishga o'tishni boshlaydi-da, ertalabga o'tkazishi. Даже shuni almashtirsa bo'ladi. Sekin, masalan 6da, 5da, 7da qilib, o'sha paytda ham tursanglar, aqlingiz o'chgan bo'ladi. Hamma narsaga xayol ketavermaydi. Diqqatingiz bitta joyda bo'ladi, ayniqsa ishlaydigan odamlarga-da. Shuning uchun uni ham almashtirish kerak. Kechqurun lutf uxlash kerak. Butun tanaga dam berish kerak. Ayniqsa ayollarga bu juda важный. Chunki ayolni tanasi bor-ku, bu dunyodagi juda katta instrument-da. Shuning uchun bu tanasiga ko'proq eshitish kerak, ahamiyat berish kerak. Anaqa nima desa bo'ladi? Eshitish kerak. Uni anaqa qilish kerak. Qanaqa desam bo'ladi? Masalan, bo'ladi-ku, nimadir olib ishlatasiz, lekin unga hech qachon qaramaysiz. U уже qanchadir vaqtdan keyin bittada o'zini tashlayveradi. Lutchi siz uni vaqtida masalan zaryadkasini qilasiz, vaqtida bo'shatasiz. Shunaqa qilib qarasangiz, ancha uzoqqa chidaydi, ham yaxshi moshni ishlaydi. Shuning uchun shunaqa. Shokolad, kofe kelyapti. Ering bilan chaqib o'shanda o'rniga nima bor? Qarang, shu narsa menda ham bo'ladi. Chunki endi ayol kishimiz, boshqa anaqamiz, mana shu anaqa bor, suxafrukti. Men sizga ham aytdim-ku shu kuni. Uni ham norma. Masalan, keshu, yong'oq normaga просто aldashga. Kofe запрет etaman. Uni kunning birinchi qismida можно masalan suv, lekin suvni ham iloji boricha pochkani zo'riqtirmaslik uchun уже 9dan keyin to'xtatish kerak. Men endi uni anaqa qilmayman, masalan, bo'ldi, hammasini to'xtatadi deya olmayman, chunki organizm butun umr o'rganib keldi, uni sekin bosqichma-bosqich qaytarasiz. Даже bilasizmi? Hamma narsani to'g'irlash mumkin ekan. Hamma narsani, даже sizga yoqmagan narsani, bunisini уже videodan keyin aytib beraman. Hamma narsani kelishib olish mumkin ekan. Просто даже bolangiz kechqurun uxlaydi, даже shuni erinmasdan 3 oy kerak bo'lsa vaqtingizni ketkazib, shuni vaqtida yotqizishga o'rgatib. Shunda siz butun umr qiynalmaysizda, mayli 3 oy qiynalasiz, zato keyin to'g'rilab olasiz hayotingizni. Endi kimga qanaqa, masalan, balkim 1 oydir. Siz kechqurun shu yeysiz ketmasdan. Nima kechqurun yegiz tortib kelib qolsa, qarang, o'sha aytdim-ku, anaqalar, o'sha yong'oqli narsalar, qovoq urug'i mumkin, pista, masalan, ozgina chaqishi mumkin. Просто o'zim aldash uchun. Yashil olma, nordon olmalar, shunaqalar. Keyin shunaqa pishirig'lar bor. Anaqa ovsyanniy qilinadi. Endi uni ham jelatinni yegiz kelsa yeyish mumkin. Iloj bo'lsa kam. Mana shunaqa degan bo'ladi.